Readingda qanday qilib konsentratsiyani ushlab qolish mumkin yoki bo'lmasa aytaylik oldingi o'qib o'tilgan paragraflardagi ma'nolarni, xulosalarni qanday qilib yodda saqlash mumkin? Ba'zi bir o'quvchilarda shu narsa kuzatiladi, albatta, balki sizda ham shu narsa bordir. O'qib ketayotganingizda oldingi o'qigan qatorlar hammasi o'qilib bo'linganlari esdan chiqib ketib qoladi yoki bo'lmasa ma'nosini tushunmaysiz. Shunda nima qilish kerak degan savol bor. Agarda paragraf tugamagan bo'lsa, shu paragrafni oxirigacha bir o'qib qo'yasiz. Ya'ni boshladingiz. Shu paragrafda 3-gap kelganda 2-gapidagi ma'nosini chiqara olmadingiz. Endi nima qilaman degan savol. Bunga yechim oddiy. Paragraf oxirigacha o'qiymiz-da, ozgina bo'lsa ham xulosa chiqarib olamiz, ya'ni ma'nosini tushunib olamiz shuni. Keyin ikkinchi paragrafga o'tmasdan yana shu birinchi paragrafni o'zini qayta o'qiymiz. Qayta o'qiganimizda 10 marta, 15 marta o'qiymiz. Bu birinchi nima deydi? Holat. Ya'ni birinchi marta o'tirdingiz readingga va shu readingni ishlash uchun siz o'zingiz harakat qilmoqdasiz. Ana shu paytda tushunmay qolganingizda qayta o'qiysiz. 10 marta yoki 15 marta. Qachongacha shu o'rtadagi ikkinchi gap yoki uchinchi gapni ma'nosini chaqquningizcha qayta o'qilinaveradi. Ikkinchi paragrafga o'tmay turasiz. Shu birinchi paragrafda o'qib bo'ldingiz, tarjimani qilib bo'ldingiz va xulosani chiqardingiz. Asosiy g'oya nima haqida, gap nima haqida ketayotganini bilib olganingizdan keyin ana endi ikkinchi paragrafga o'tasiz. Agar ikkinchi paragrafdan xuddi shu narsa kuzatilayotgan bo'lsa, oldingi texnikani qo'llaysiz, paragrafni oxirigacha o'qiysiz va yana ikkinchi paragrafni o'zidan qaytarib o'qiysiz. Ungacha siz miyangiz analiz qilayotgan narsa birinchi paragraf bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkinchi paragrafda o'qiysiz va eslab turishingiz kerakki, birinchi paragrafda ma'no nima edi, xulosa nima edi. Shu tarzda agar 8 paragraf berilgan bo'lsa, 8 paragrafni ko'rib chiqasiz. Endi ABCD paragraf qilinmasdan faqat abzas bilan beradigan bo'lsa ham, xuddi shu birinchi abzasda o'qiysiz. Agar tushunmaydigan bo'lsangiz, qanday abzasni oxirigacha o'qib qo'yib, yana boshiga qaytamiz va shu o'qilgan abzasdagi tushunmagan joyimizda to'xtaymiz, tarjima qilamiz, yana qaytadan shu abzasni o'qib chiqamiz. Agarda shu texnikani qo'llamasangiz, siz o'qib ketish davomida shu oradagi 2-3 ta abzasni tushunmasdan o'tib ketasiz. Keyin savollarga o'tganingizda savollardagi ba'zi bir kerak bo'lgan keywordlarni topishda qiynalasiz. Keywordlar topishda qiynalmasligi uchun hozirgi aytib o'tilgan texnika juda ham qo'l keladi. Sog' bo'lasizlar. Agar yoqqan bo'lsa va shu narsani qo'llab ko'rib sizda malaka hosil bo'lgan bo'lsa, like tugmasi va albatta don't forget to subscribe. Readingda qanday qilib konsentratsiyani ushlab qolish mumkin yoki bo'lmasa aytaylik oldingi o'qib o'tilgan paragraflardagi ma'nolarni